Ko'rinishingizdan yosh kattadan so'ng o'xshayapsiz-da. Necha yillik tajribaga egasiz? 15 yil. 15 yildan beri transport vositasi boshqarasiz, to'g'rimi? Transport vositasida 2 nafar yo'lovchi aynan tana qismlarini transport vositasidan chiqargan. Beldan qolgan boshqacha bo'lgan qismdan chiqarishgan, to'g'rimi? To'g'ri. Bexosdan agar yiqilib tushganda yoki transport vositasini shina qismi, balon qismi tagida qolib ketganda nima bo'ladi? Javobgar kim bo'lardi shunday vaziyatda? Menda bo'ladi. Siz bo'lasiz. Shu narsani bir o'zingiz anglab yetmadingizmi? Birovni hayoti, yosh bolalarga siz yosh kattadan so'ng sifat aytganingizda balki bular shu xatti-harakat qilmasdi balki. E'tibor qilmabsiz, qaytarilmaydi boshqa. Bir savolda mana yosh katta, mana balovatga yetgan bola ekansiz. To'g'rimi? Bir kunlik xursandchilik kun. To'y bo'lganmi o'sha kuni? Ha, to'yda juramiz to'yda edi. Nima bo'lgan o'sha? Xursandchilik bilan boshimizni o'ynasdan chiqargan ekanmiz. Tana qismingiz chiqargan. Tana qismimiz. Lekin mana hozir to'g'risi o'zingiz kulib turibsiz-da. Lekin mana bizga o'xshab avtoavariya sodir bo'lgan hududlarga chiqib, sodir bo'lgan holatlarni, piyodalarni, boshqa insonlarni jabr ko'rganni, hattoki halok bo'lgan holatlarni ko'rsangiz, menimcha yuzingizga bunaqa tabassum yugurmasdi. O'zingiz xatti-harakatingizni anglab yetyapsizmi? Anglab yetdi. Bizda qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Biz bu ishni qilishni tavsiya bermagan bo'lardi. Mana hozir sizga nisbatan, ikkovizga nisbatan belgilangan tartibda yo'l-patrul xizmati inspektori tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi-da. Bir tarafdan sizga moddiy tarafdan ham zarar bo'lyapti, to'g'rimi? Chunki jarima chiqyapti sizga. Mayli, jarima o'zining yo'liga, lekin xavfsizlik birinchi o'rinda, sizni shaxsiy xavfsizligingiz birinchi o'rinda, to'g'rimi? Tegishli xulosa chiqardinglarmi o'zingizga? Chiqardi. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli profilaktik tadbirlarga qaramasdan, hanuzgacha to'y marosimlarida ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi haydovchi va yo'lovchilar tomonidan yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzish holatlari ko'zga tashlanmoqda. Mana shunday holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandi va albatta Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ushbu holatga oydinlik kiritilib, qoidabuzar haydovchi hamda yo'lovchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rildi.